Assalomu alaykum bolajonlar. Marhamat, joyimizga o'tirib olamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda tabiatda hamma narsa bir-biriga bog'liq mavzusini yoritamiz. Bolalar, mavzuni boshlashdan oldin sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Qani, aytinglarchi, jonli va jonsiz so'zini sizlar o'zi qanaqa tushunasizlar? Marhamat, siz javob bering. Jonli so'zi harakatlanadi, o'sadi, oziqlanadi. Rahmat. Ana endi aytinglarchi, jonsiz so'zini kim qanday tushunadi? Marhamat. Jonsiz tabiat o'smaydi, harakatlanmaydi, oziqlanmaydi. Rahmat javobingiz uchun. Endi qani aytinglarchi, tabiat o'zi nima? Marhamat, siz javob beringchi. Tabiat bizning onamiz, atrofimizdagi barcha narsalar. To'g'ri, rahmat. Aziz bolajonlar, tabiat ikkiga bo'linadi: jonli va jonsiz tabiat. O'rtoqlarimiz hozir jonli va jonsiz so'ziga, tabiat so'ziga ta'rif berib o'tishdi. Shu tushunchalardan kelib chiqqan holda sizlarga jonli va jonsiz tabiat haqida ma'lumot bermoqchiman. Jonli tabiat bu o'sadigan, nafas oladigan, o'zgaradigan, ko'payadigan tirik mavjudotlardir. Masalan, odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, daraxtlar, gullar, o'tlardir. Jonsiz tabiat esa tirik bo'lmagan narsalar. Masalan, suv, havo, quyosh, tosh, qum, yer, oy va bulutlar. Ular o'smaydi, nafas olmaydi, lekin jonli tabiat uchun juda kerak. Masalan, suv bo'lmasa, o'simliklar o'smaydi. Menimcha, tabiatdagi hamma narsa bir-biriga bog'liq. Jonli tabiat jonsiz tabiatsiz yashay olmaydi. Quyoshga qaraymiz. Quyosh bu yorug'lik va issiqlik manbaidir. O'simliklar yilning faqat issiq fasllarida o'sib, gullab, meva beradi. Quyosh nuri tufayli o'simliklarning bargida ozuqa moddalari hosil bo'ladi. Hayvonlar quyosh nuri yordamida atrofni ko'radi. Demak, quyosh nuri hayvonlarga ham, odamlarga ham birdek kerak. Keling endi birgalikda fikrlaymiz. Sizlarga savol: quyosh issiqlik beradi. Quyosh bo'lmasa o'simliklar o'sadimi? Yo'q. Xo'p, havo bo'lmasa-chi, biz nafas ola olamizmi? Yo'q. Havo, suv, yorug'lik, tuproq bo'lmasa, bolajonlar, o'simliklar o'smaydi. Baliq esa suvsiz yashay olmaydi. Bularning barchasi esa inson yashash uchun juda ham zarur omillardir. Qani endi bu barcha fikrdan kelib chiqqan holda bitta fikr aytamiz. Jonli va jonsiz tabiat bir-biriga bog'liq. Demak, tabiatda barcha narsa bir-biriga bog'liq ekan. Qani bolajonlar, menga aytinglarchi, bugungi mavzudan kim nimani tushundi? Marhamat. Baliq suvsiz yashay olmasligini. To'g'ri, rahmat. Yana kim aytadi? Marhamat. Tabiat gullab yashashi uchun jonli va jonsiz tabiat bog'liq bo'ladi. Rahmat. Xo'p, Ustoz, Labek. demak biz ona tabiat bilan do'st bo'lishimiz kerak ekanda. Albatta, bu o'rtog'imizning fikri to'g'ri. Biz doim ona tabiat bilan do'st bo'lishimiz kerak. Doim gullarni sug'orishimiz, tabiatga zarar yetkazmasligimiz, hamisha tabiat bilan do'st bo'lib yashashimiz kerak. Rahmat bolajonlar barchalaringga. Endi darsimizni shunday so'z bilan yakunlaymiz. Tabiat bu bizning uyimiz. Barchalaringga tashakkur e'tiborlaring uchun.